Assalomu alaykum. Pazanda kundalik kanaliga xush kelibsiz. Bugun yangicha ko'rinishda judayam mazali, yumshoqqina bo'lib chiqadigan somsalar tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib idishga 300 ml iliq suv, 1 choy qoshiqda tuz solib, tuzlari eriguncha aralashtirib olamiz. Keyin oldindan elangan 500-550 gram atrofida un solib, qo'limiz yordamida o'rtacha yumshoqlikda xamir tayyorlaymiz. Xamirni tayyorlab olib, alohida stol ustiga ozgina un sepib, 10 daqiqa atrofida yaxshilab silliq holga kelguncha mushtlab, ishlov beramiz. Xamirimiz silliq holga kelganda zuvalacha hosil qilib, 20 minutlarga tindirib qo'yamiz. Zuvalamizni tindirib olib, stol ustiga va xamirga ozginadan un sepib, juva va o'qlov yordamida yupqaroq qilib yoyib chiqamiz. Tayyor yoyilgan xamirga 150-200 gram atrofida eritilgan sariyog' yoki margarin surib chiqamiz. Eritilgan sariyog' surib olib, ustilari sal qotgandan keyin rulon shaklida o'rab chiqib, bitta qilib aylanasiga to'plab, salafan bilan o'rab, xolodilnikka 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Somsani nachinkasi uchun 400-500 gram go'shtni mayda qilib to'g'rab chiqamiz. Men mol go'shtidan ishlatdim. 3-4 dona piyozlarni ham mayda qilib to'g'rab chiqamiz. Hammasini idishga solib, tabiga ko'ra tuz, murch, zira va kashnich solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Nachinkani vaqtinchalik xolodilnikka qo'yib turib, 200 gram atrofida cheri pomidorni ikkiga bo'lib kesib chiqamiz. Buni o'rniga oddiy pomidorni ham to'g'rab ishlatsak bo'ladi. Endi rulon xamirni bo'laklarga bo'lib kesib chiqamiz. Har bitta bo'laklarni oddiy somsaga qaraganda kattaroq qilib yoyib chiqib, to'rtta tarafini 1,5 sm atrofida ustiga buklab chiqib, buklangan tarafini tagiga aylantirib o'girib olamiz. Tayyorlagan pomidor va nachinkani solib, to'rtta burchagini bir-biriga olib kelib yopishtirib tugib chiqamiz. Ustidan to'rtta burchagini vilka yordamida iz berib bosib chiqamiz. Somsamiz shunaqa chiroyli ko'rinishda chiqadi. Qolganlarini ham videoda ko'rsatilgandek tayyorlab olamiz yoki xohishimizga ko'ra xohlagan shaklda tayyorlasak bo'ladi. Ustidan tuxum sarig'iga 1 osh qoshiqda sut qo'shib surib chiqamiz. Ketidan sedana sepib chiqib, qizdirilgan duxovkaga 200 gradusda 40-45 minutga qo'yib pishirib olamiz. Qolgan somsalarni ham tayyorlab pishirib olamiz. Somsalarimiz tayyor bo'ldi, judayam chiroyli bo'lib chiqdi. Somsamiz yumshoqqina bo'lib, ichlari sochni, judayam mazali chiqadi. Sizlarga ham tavsiya etaman. Albatta tayyorlab ko'ring. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'ling. Keyingi videolargacha salomat bo'ling.